juda ham katta sotqinlik edi. Yig'lab turib telefonda 40 ga kirgan bo'lishiga qaramasdan deyarli yashamagan. Psixologlar unaqa bunaqa. Aslida psixologlar oilani buzmaydi. Psixologga boruvdi, buzildi. Vosvoslar, fobiyalar, ular meni bir umr shogirdim bo'lib qoladi. Erta hech qanaqa qonun qoida yo'q. Uni faqat keragidan ortiq sevdik. Men bir kun to'g'rilab olaman. Buni ham bilaman. Azizlarim, bugun ochiqchasiga gaplashishga qaror qildim va komandamga aytdim, xohlagan savollaringni tayyorlab qo'yinglar. Men javob beraman. Hech qanaqa tayyorgarliksiz ochiqchasiga dildan suhbatlashamiz. Umida Abdullayeva bugun sizga hamma sirlarni ochadi. Umida Abdullayeva o'zi kim? Oilada sevimli rafiqa, farzandlariga mehribon ona, yo'q, talabchan ona. Buvijon nabiralariga erkalatadigan, boshiga chiqarib olgan buvijon. Ishxonada rahbar, kerak bo'lsa yomon rahbar. Undan tashqari mehribon rahbar. Hamma xodimlarimni xuddi bolachalarimdek ko'raman. Undan tashqari ekspert, o'zini fikrini bemalol ayta oladigan, ommani fikriga qarshi chiqishdan qo'rqmaydigan, chunki har doim haqiqatni gapiradigan ayol. Mana shunaqa rollarim juda ham ko'p. Serqirra, harakatchan, intiluvchan, 52 yosh bo'lishiga qaramasdan hamon oldinga qarab, o'zi bilan birga necha yuzta ayollarni sudrab ketayotgan kuchli ayol. 15 yoshgacha eslolmayapman-da hozir. Juda ko'p-da. Juda ham alamli bitta voqea har doim. Buni prarabotka qilganman. Lekin menga o'qiyotganimda eng alamli voqea bu meni o'rnimga Artekka meni eng yaxshi ko'rgan dugonam ketgani. Men a'lochi edim maktabda. Slyotlar bo'lardi, pionerlar slyoti. O'sha slyotlarga respublikanskiy slyot, oblastnoy slyot pionerov bo'lardi. Men как a'lochi o'quvchimga qatnashardim. Mana shu qatnashganimga, maktabda zo'r o'qiganimga men keyinchalik Всесоюзный slyotga borishim kerak edi. Artek bo'lardi, Artek lager bo'lardi, Всесоюзный slyot. Ana shu Всесоюзный slyotga men o'tdim deb, chunki rayonnidan o'tdim, oblastnoydan o'tdim, respublikanskiy отборdan o'tdimda, и Всесоюзный slyot Artekka borish juda ham qiyin edi. Men takoy xursand bo'lib Artekka boraman deb yurganimda, buni o'rniga direktorimiz Xvinga Valentina Mixaylovna meni sinfdoshim dugonamni yuboradigan bo'lgan. Buni dugonam telefon qilib, uyda yursam, Umida, men Artekka ketyaptirdim. Ana slyotlarda nimalarni o'rgandilaring, o'shani menga o'rgat degan. Men yig'lab turib telefonda o'rgatganman shuni. Men xafagarchiligimni bildira olmaganman, chunki o'rtog'im edi. Keyinchalik hozir katta bo'lib bilamanki, uni ota-onasi pul bilan to'g'irlagan buni. O'sha momentda menga bu juda ham katta sotqinlik edi. Men juda ham qattiq razочароваться qilganman, juda ham qattiq xafa bo'lganman. Men arzimas ekanman degan narsa qolgan. Keyinchalik buni oqibatlari bilan juda ko'p ishladim, chunki har doim qanaqadir zo'r maqsadga erishmoqchi bo'lganimda как будто birov olib qo'yadi mendan shu maqsadni. Как будто mana bir qadam qo'yganda mendan shuni olib qo'ysachi degan qo'rquv paydo bo'lib qolganda, men buni anglamaganman. Keyinchalik psixologiyaga qiziqib ketganimdan keyin tushunganmanki, haligi ildizi bilan ishlaganda, xo'p o'sha voqea esimga tushgan. Telefonda seni o'rningga Artekka ketyapman deganda, men akasida mana shu travmani olgan ekanman. Mana shu eng og'riqli maktabdagi og'riqlar, travmalar. Hozir bu narsani qo'yib yuborganman, prarabotka qilganman, lekin shu ko'p esimga tushgan. Juda ko'p yillar xafa bo'lib yurganman, alam qilgan. Men bilasizmi, shunaqa yaxshi ko'raman ertalab uyg'onishni. Hech kimga buni tushuntira olmayman-da. Как будто men ertalab turaman, hayotga to'ymay qoladigan odam bo'ladi-yu, o'shanaqa uyg'onaman. Tong otdi, Xudoga shukr. Va nihoyat tong otdi. Yana kun keldi. Srazu ko'zimni ochaman, oynaga qarayman, sal g'irashiraman. Har kuni bomdodga turaman. Bu avtomatik, budilnik ham kerak emas. Bitada turaman, hech qachon qaytib yotmayman. Qanaqadir ichimda har doim xuddiki hayot yetmay qolyapti menga, to'ymay qolyapman. Mana shunaqa ощущение bilan uyg'onaman. Menga yoqadi ertalab turish.
eng sevgan vaqtim ertalab vohli turish, hammadan oldin. Bu meni vaqtim, bu meni anaqam, o'zim qiladigan ishlarim qilaman, meditatsiya qilaman, bu yotgan joyimda qilgan ishlarimni plan qilaman, kayfiyatimni yaxshilashga narsalar o'ylayman, limon suv ichaman, chiqib piyoda yurib kelaman, piyoda yurib kelmasam qanaqadir fizkultura qilaman, uni ham qilmasam просто televizor ko'rib, o'zim yarim soat limon suvimni ichib dam olaman. Eng yaxshi ko'rgan vaqtim meni tong sahar. Prям радостно uyg'onaman. Bilmayman nimaga. Eng qiyin tanlov ajrashish yoki ajrashmaslik tanlovi bo'lgan. Eng qiyini. Chunki 18 yil yashaganimizdan keyin menga o'shanda ham ichim, aqlim bir tarafi chida, bolalar bor, odamlar nima deydi, odamlar hammasi muhokama qiladi degan. Lekin chidashning iloji yo'q edi-da, umuman iloji yo'q edi. Mana bu yerim to'lib, menda tanlov turgan, yo chidashda davom etaman va tamom bo'laman, yoki hammani gapiga yo'q deymanda ajrimni tanlayman. Shunda hozir men tushunamanki, aslida men ajrashish yoki ajrashmaslikni tanlamaganman. Men aslida boshqalar fikrini yoki o'zimni tanlashim bo'lgan ekanda. Agar men o'shanda odamlarning fikrini tanlaganimda, men o'zimga xiyonat qilgan bo'lardim. Hozir o'ylayman, bu to'g'ri tanlov bo'lgan. Men o'zimni tanlaganman. Bu qalbim nima desa, shuni ha deganman. Hozirgacha shunaqa yashayman. Men har doim oldimda tanlov bo'lsa, men nima xohlayman? O'zimni xohishimni tanlayman. Bu har doim to'g'ri bo'lib chiqadi. Hattoki boshida noto'g'riga o'xshasa ham, men o'zimga xiyonat qilib yasha olmayman. O'tmishdagi Umidaganmi? Umida hammaga ishonavermagin. Hammaga, qalbingga hammani yaqin qo'yavermagin. Yo'q deyishni bilgin. Qattiq gapirishni bil kerak bo'lsa. Haqqingni talab qilishni bilgin. Seni haqorat qilishga, senga bosim o'tkazishga hech kimning haqqi yo'q degan bo'lardim. O'qimagan kitobim qolmagan. Eng qayta va qayta o'qigan kitobim "Четвертая высота" degan kitob bor edi. O'sha Soyuz vaqtida bibliotekadan o'qigandim. Gulya degan qiz haqida, pionerka Gulya haqida. Ana shu kitobni juda ko'p marta o'qiganman. O'zimni Gulya deb tasavvur qilardim. Hozir o'ylasam, meni hayotimga shu narsa ta'sir qilgan ekan, chunki bu harakatchan, kurashadigan, yengilmas, aktiv qiz haqida "Четвертая высота". Вообще bibliotekada men o'qimagan kitob qolmagan. Men даже честно aytaman, bibliotekaga kirsam, новые книги еще не поступали deyishardi. Men hamma klassikani, hamma yangi chiqqan literaturani, hamma детский literaturani men millionlab kitob o'qirdim. Juda ko'p kitob o'qiganman va mingdan oshiq she'r bilaman. Naizust bilaman. Afanasiy Fed, Tyutchev, современникlar, mana bularni ko'pchilik bilmaydi. Hammasini naizust yodlardim. Men juda ham literaturaga qiziqqanman. Atak menga ta'sir qilgan, hayotimni o'zgartirishga hozir bilaman ta'sir qilgan kitob "Четвертая высота". Avtorini bilmayman, eslay olmayman. Chestность. Inson o'zini qadrlamasa, hech kim uni qadrlamasligini. Qachonki siz o'zingizni tanlasangiz, boshqalarning fikri bilan qiziqmay qo'yasiz. Qachon biz boshqalarning fikri bilan qiziqamiz? Qachonki o'zimizdan voz kechganimizda. Bitta narsani tushundim. Har doim inson o'zini tanlash kerak. Chunki u bilan hamma vaqt qoladigan bitta odam bu o'zi. Qiynalgan vaqtlarimda, pulsiz qolganlarimda shuni bildimki, hech kim yoningizda qolmaydi. Hech kim, ishoning, hech kim. Kasal bo'lganingizda hech kim, operatsiyaga kirganingizda hech kim. Faqat o'zingiz bilan o'zingiz va Alloh, boshqa hech kim. Shuning uchun men hozir любой qiyinchilikda ham so'raydiganim bor va o'zim. Boshqa hech kimdan hech narsa kutmayman ham, so'ramayman ham. Chinakam baxtli qiladigan narsa tirikligim, yashayotganim. Muammolar bo'lmaydi deysizmi-da? Millionta muammo bor meni ham hayotimda. Tashvishlar. Qanaqadir tushkunlikka tushayotganimda, nimadir bo'layotganda men o'zimga aytaman, Umida, sen o'zingda o'zing borsan-ku, tiriksan-ku. O'sha qattiq avariyadan keyin operatsiyaga kirib ketib turganimda, sochlarim lысый,
avariya bo'lganman, operatsiya qilishgan, boshim orqasini, sochlarimni qirib tashlashgan, chiqish chiqmasligim noaniq bo'lgan, qo'l qo'ydirib olishgan. Kirib ketyapman, o'sha katalkada lampalar o'tadi, operatsioniga bilasiz, lampalar. Sochim kalda, ayol kishiga sochlarini qirib tashlash eng yomon. Kirib ketyapman, lampalarni qarab, ichimda o'zimga o'zim va'da berganman. Agar yana bir marta shu dunyoni ko'rsam, men hech narsaga afsuslanmayman, hech narsaga siqilmayman. Jonimdan ortiq narsa yo'q ekan bu dunyoda deganman. Hozir qanaqa problem bo'lsa ham, xafa bo'lsam ham, siqilsam ham, xiyonatga uchrasam ham, men bilaman, o'sha lampalar ko'z oldimga keladi. Qaytib chiqmasligim mumkin edi-ku. Qaytib chiqdim. Allohga shukr. Yashashda davom etaman. O'zimda o'zim borman, o'zimga shukr. O'zim va Alloh. Boshqa hech kim. To'g'risini aytsam, farzandlarimga qattiq qo'l olaman. Qattiq qo'l qanaqa urmayman, lekin talabchanman. Har doim ularni hayotda kimgadir suyanib, birovdan kutib, bechora bo'lib, nolib, shikoyat qilib yurishlarini xohlamayman. Shuning uchun bolaligidan hammasi daromad qilishga o'rgatganman. Qizlarim ham, o'g'lim ham mustaqil daromad qila oladi, o'zini o'zi bemalol ta'minlaydi, o'zini fikri bor, o'zini shaxsiy chegaralari bor, fikrini ayta oladi, o'zini fikrini himoya qila oladi, pul topa oladi, mustaqil qilib tarbiyalaganman. Faqat 46 yoshda tug'ilgan kichkintoyim bor-ku. To'g'risi shunga bo'shlik qildim. Erta hech qanaqa qonun qoida yo'q. Uni faqat keragidan ortiq sevdik. Hozir u menga boshliq. Pedagogik xatolarimni bilaman, psixologik xatolarni ham bilaman, lekin shunaqa yaxshi ko'raman. Qattiq gapira olmayman. Bir kun to'g'rilab olaman. Buni ham bilaman. Oilaviy an'analar meni eng sevgan narsam. Misol uchun bizda an'ana bor. Mandaqa kofeni hech kim damla olmaydi. To'g'risini aytay, men turmush o'rtog'im qanaqa kofeni, necha milligram, qanaqa solinishi va ovqatdan keyin qancha vaqtda berilishini men точно millisekundigacha bilaman. Shundoq turib kofeni olib chiqishim bilan astag'firulloh, hozir o'ylab turuvdim deydilar. Yana boshqa paytlarimda nimani, например, klubnika murobboni yaxshi ko'ranlar, qaysi momentda olib chiqishni men millisekundigacha bilaman. Qanaqa uzatish, qanaqa berish men bilaman. Uni faqat men bilaman, nechidaligini ham bilaman va mana shu bizning oilaviy an'analarimiz, birgalashib choy ichishimiz, suhbatlashishimiz, ba'zan divanning ustiga patnis qo'yib olib kofe ichishlarimiz, bu bizning o'zimiz sekretlarimiz juda ham ko'p, lekin ular juda ham bor, ular juda ham qadrli va juda ham sevimli. Yana bitta oilaviy an'anamiz bor. Biz har kuni ishga ketayotib, kofe ichamiz, yo'lda to'xtab. Har doim yo'lda ketayotib, men ham to'xtayman, o'g'lim to'xtaydi, bizga kofe olib beradi. Men yo'lda ketayotib kofe ichaman. Bu ham bir an'ana. Hayotimni xursand qiladigan an'analar juda ham ko'p. Misol uchun, men juda ham kofeni yaxshi ko'raman. Ishxonaga borgandan keyin qizimga aytaman, bitta kofe damlayib deyman. Uyga kelganda yana qanaqadir an'ana. Masalan, yakshanba bizda oila kuni. Yakshanba kuni men umuman uborka qilmayman, hech narsa qilmayman. Ertalabdan kechgacha bolalarim bilan vaqt o'tkazaman. Ko'chada ovqatlanamiz, ovqat qilmayman. Bu ham an'ana. Bunaqa an'analarim shunaqa ko'p va ularni shunaqa yaxshi ko'raman. Mahmud 29 yosh, doim o'qiydi, izlanadi, harakat qiladi. Juda ham zo'r bu. Samida 27 yosh. Samida juda ham mustaqil, o'zini fikriga ega, juda ham взрослый qiz. Juda ham честный. Menga yoqadi shu sifatlari. Madina meni motivatorim, energizerim. Xohlasa kayfiyatim buzadi, xohlasa ko'taradi. Uyimizni quyoshi to'ldirib turadi. Energetik. Muhammad Azimmi? Muhammad Azim meni yuragim, meni quvonchim, meni hayotim, meni yuragim motori. Uni prosta borligi uchun yaxshi ko'raman. Eshiladi, boshimda nimanidir. Yuragingiz. Ha, ayting. Energiyangizda. Xiyonatga uchraganimdan keyin psixolog bilan ishlaganimda u menga yordam bergan, hayotim boshqatdan qurishimga psixologiya sababchi bo'lgan. O'shanda niyat qilganman. Men ham ayollarga xuddi shunaqa yordam beraman. Qiynalgan ayollarga yordam beraman. Shuning uchun psixologiyani sevaman, harakat qilaman, intilaman, o'qiyman. Psixologiya meni butunlay hayotim boshqatdan yarashga sababchi bo'lgan. Eng qiyin jihati erkaklar psixologlarga qarshi turishi.
judayam qiyinlashtiradi. Nimagadir erkaklar miyasiga qo'yib olgan, что psixologlar oilalarni buzadi, что psixologlar unaqa bunaqa. Aslida psixologlar oilani buzmaydi. Aslida buzilib bo'lgan bo'ladi oila. Faqat vaziyatni ayol ko'zini yumib olib ko'rmayotgan bo'ladi. O'zi buzgan oilasi buzilgandan keyin psixologga qatnab, ayolning fikri o'zgaradi. Mana bu chidashdan chiqadi, kaltak yeyishdan chiqadi. Buzilib bo'lgan oilada yashayotganini tushunadi, keyin ketadi. Keyin buni erkak aytmaydiki, men 10 yildan beri uraman. Shuning uchun endi ketdi demaydi-da, psixologga boruvdi, buzildi. Psixologga boruvdi, oilasi buzildi deydi. Agar oila mustahkam bo'lsa-chi, hech qaysi psixolog oilani buzmaydi. Agar ayollar ham jinni emas-ku, psixolog agar voy eringiz unaqa ekan, bunaqa ekansa nima deyapsiz deydi. Meni erim juda ham yaxshi deya oladi ayollar. Ayollar erini juda ham yaxshi ko'radi, himoya qiladi. Shuning uchun erkaklar juda ham xalaqit beradi, to'sqinlik qiladi. Nimaga? Hammasi emas. Imенно manipulyatorlar, imенно bosim o'tkazadiganlar, imенно ayolini ko'zlari ochilib qolishini xohlamaydigan kuchsiz erkaklar psixologdan qo'rqadi. Aqlli tushunganlari esa o'zi olib keladi. Menga o'zlari ham olib kelishadi. Umid opa, mana bu ayolim ozgina asabiy bo'lib qoldi. Ozgina sizda o'qisin, bironmalar o'rgating. Bunaqalar ham ko'p, Xudoga shukr. Lekin psixologlar oilani buzadi deydiganlar, psixologiya kasbi nimaligini ham o'zi ham tushunmaydi. Voy, unaqalar juda ko'p-ku, qaysi birini aytay? Eng ta'sirli keyslarim juda ko'p. Qaysi birini aytay ekan, hozir o'ylab qoldim. Chunki har doim oxirigacha olib boraman va kardinalni o'zgaradi. Misol uchun bir ayol bilan ishladim. Eri yillar davomida ichuvchi, butunlay hayotiga qo'l siltab qo'ygan, butunlay o'zgarmayman degan, asabiy, semirib ketgan, o'ziga qaramay qo'ygan, tushkunlikka tushib qolgan, bolalarni ham uradigan. Mana shu ayol bilan ishladim. Hozirgi kunda juda ham uspeshniy biznesmen. Har oy menga ishonasizmi, sovg'alar yuboradilar. Har oy bayramlarda kartamga o'zlaridan o'zlari pul tushirib qo'yadilar. Biron oling, siz meni hayotimni o'zgartirgansiz deb. Juda ham xursand bo'laman. Yana bitta ayol bilan ishladim. Ular Moskvada yashaydi. Juda ham kuchli bir zo'ravonlikka uchragan. Uni oqibatlari hozirgi hayotida ham 40 ga kirgan bo'lishiga qaramasdan deyarli yashamagan. Biz bir oy VIP konsultatsiya olganlaridan keyin ular aytdilar, men umrimda birinchi marta bugun yashadim. Yashash nimaligini endi his qildim. Og'riqsiz, mana bu qo'rqinchli xayollarsiz men boshqatdan tug'ildim deb. Bularga yana bitta zo'r kesim. Bunaqalar juda ham ko'p. Har biridan ta'sirlanaman. Chunki oldimga kelgan har bitta ayolni baxtga, sevgiga loyiq deb bilaman. Agar o'zim qoniqmasam, nima oxirgacha ishlayman. Qoniqqanimcha. Bitta savol keldi, bitta Abdullayeva. Muhabbat bolangizga ko'p keladi, bog'cha paytida. Okay. Aytib telefon qo'ydi, kirib 6 gacha o'tiradi. Birinchi yo'nalish oilaviy munosabatlar, oilaviy juftliklar, xiyonat, bir-biriga ishonmaslik, oiladagi muammolar va hokazo. Albatta shaxsiy o'sish bo'yicha, misol uchun agar qo'rquvlar bo'lsa, ikkilanish bo'lsa, gapira olmasa, bu bilan ishlayman. Vosvoslar, fobiyalar, bular bilan ishlayman. Undan tashqari juda ko'p stress vaziyatlarda odamni haligi panический atakalar deymiz. Undan tashqari post-travmatik sindrom deyiladi. Ya'ni kuchli travma olgandan keyin shunaqa sindromlar bo'ladi. Nevrozlar bilan ishlayman. Deyarli hamma muammolar bilan ishlayman. Hayotda uchraydigan hamma odamlarni qiynaydigan muammolar bilan ishlayman. Shogirdlarim juda ham ko'p. Bilmadim, juda ham ko'p lekin. Chunki har 3 oyda bitta shogirdlik kursi ochiladi. Shogirdlik kursim men sevaman, chunki hamma bilimlarimni shogirdlik kursiga qo'shganman. Meni shogirdlik kursimning kuchli taraflari, men nafaqat bilim beraman, balki o'zini namoyish qilish, продвижение, как себя продвигать, qanaqa pul topish mumkin bu kasbdan, shuni ham o'rgataman. Shogirdlik kursim bitirgandan keyin ham ular bilan superviziyalar o'tkazaman. Mana shunaqa qilib davom etaman. Ular meni bir-bir shogirdim bo'lib qoladi. Har biri uchun alohida mehr bilan ishlayman. Men shogirdlarimga konsultatsiyalar o'tish uchun ham imkoniyat qilib beraman. Masalan, markazimga konsultatsiyalar o'tib, tajriba orttirishlari uchun sharoit qilib beraman.
mijozlarga berishga harakat qilaman va mani prof kursimni kuchli tomoni man amaliyotchiman. Man amaliyotlar o'rgataman. Mana shundoq har bitta darsda biz amaliyot o'tamiz. Undan tashqari buni hech kim qilmagan shu paytgacha man aniq bilaman. Konsultatsiyada qanaqa qilib ishlash, konkretniy qadamlar sxemasini beraman. Misol uchun mijoz keldi, mana bunaqa zaпрос bilan nimadan boshlash kerak, nima qilish kerak, nima qilib davolash kerak, nimalar deyish kerak. Yoki qo'rquv bilan keldi, nimadan boshlash kerak, nima deyish kerak, qanday o'tirish kerak, qanday gaplashish kerak, qaysi texnikani qo'llash kerak. Mana shunaqangi sxemani ham beraman. Bu tayyor poshagoviy shablon bo'ladi. Ular bu bo'yicha ishlaydi, qiynalmaydi. Xullas shogirdlarim uchun idealniy shogirdlik kursi tayyorlab qo'yganman. Hozir 15-potokiga odam yozilishni boshladi. Uni hech qayerda e'lon qilmaymiz, chunki katta gruppa olmayman, sifat pastlab ketishini xohlamayman. Kichkinagina guruhlarda, lekin har 3 oyda shogirdlik kursi ochiladi. Eng yaxshi ko'rgan kursim men ayolman. Sevimli ayol deb nomladik oxirgi marta. Sal o'zgartirish kiritdik-da, sevimli ayol nomladik. Professional sferadan bo'lsa, albatta 8 qadamli psixoterapiya kursini sevaman, chunki unga 10 dan ortiq yo'nalishni kiritganman. U idealniy platforma boshlayotgan psixologlar uchun. Eski psixologlar uchun ham agar ularning bilimi, bazasi yetarli bo'lmasa, idealniy fundament. Sinton markazi, man sinton degani aslida garmoniya, uyg'unlik degani. Mani institutda Moskvada o'qiganimda ustozim Nikolay Ivanovich Kozlov psixologiyada sinton yo'nalishini asoschisi hisoblanadi. Ya'ni sinton yo'nalish psixologiyada bu uyg'unlik, bu garmoniya, bu ish va oila, sog'lik va bolalar hamma narsani uyg'unlikda ushlab turish ma'nosida sinton направлениyaning asoschisi va rahbari hisoblanadi. Men ularga aytganman, men ularni VIP gruppasida o'qiganman. Nikolay Ivanovich, men shunaqa sentr ochmoqchiman. Можно men uni sinton deb nomlayman desam, Umidочка, дорогая, для тебя все что угодно degan. Keyin biz uni sinton premium qilib yaratdik. Chunki biz ayollar hammasi premium ayollar. Umida Abdullayevaning hayotdagi vazifasi yetakchilik. Yetakchilik qilish. O'rgatish, yetakchilik qilish, ayollarni kuchli, baxtli bo'lish sari yetaklash. Men shunaqa deb tushunaman. Ayollar himoyachisi, ayollar advokati, ayollar suyanchig'iman.